Har yili bahor shu bo'lar takror. Yo'q do'stlarim, menimcha bu biroz eskirgan ibora, shuning uchun Madrid ko'chalariga bahor fasli keldi deya ta'rif bera qolamiz. Ha do'stlarim, ba'zan futbol muxlislarining joniga har yili bir voqeaning qayta takrorlanaverishi jonlariga tegib ketgandir deb ham o'ylab qolaman. Albatta Real Madrid klubi muxlislaridan tashqari. Chunki bu qirollik klubi degani mavsumni yomon boshlaydi, mavsum o'rtalarida inqirozga uchraydi, bahor fasli kelganidan so'ng esa comeback va comeback ortidan yana comeback. Bunday holatlar Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida oxirgi 5 yildan buyon ko'p kuzatiladigan bo'lib qolgan edi. Endi esa bu narsani Ispaniya La Ligasida ham, Ispaniya Qirollik Kubogi musobaqasida ham tez kuzatadigan bo'lib qoldik. Albatta siz aytishingiz mumkin, bu bor yo'g'i Real Sociedad-ku nega buncha og'zingni gupirdirib gapirasan va Real Madridni maqtaysan deb. Balkim to'g'ridir, balkim Real Sociedadga nisbatan, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Real Madridning Real Sociedadga qarshi ushbu comebackini bunchalar maqtashimiz ham noo'rindir, chunki Sociedad klubi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid va Paris Saint-Germainlar darajasidagi jamoa emas. Lekin faktligicha qoladi, Real Sociedad klubi ham Yevropada o'z o'rniga ega jamoa va albatta Ispaniya La Ligasida ham. Va o'yinning borishini tomosha qilgan futbol muxlislari ham ko'rib guvohiga aylandilarki, Real Sociedad Real Madriddan kamroq o'yin, ya'ni tashabbus borasida kamroq o'yin namoyish etgani yo'q. Sal qolsa ular Qirollik klubining burnini yerga ishqab qo'yishlari ham mumkin edi. Va menga ishonavering, ushbu bahsda Real Madrid emas, boshqa istalgan jamoa bo'lganida mag'lubiyatni tezda bo'yniga olib musobaqani tark etishga ham rozi bo'lgan bo'lar edi. Va hattoki do'stlarim, statistika va XG bo'yicha ham Real Sociedadning ko'rsatkichlari yomon bo'lmadi. E'tibor bering, ular 42% to'pni nazorat qila oldilar. Real Madrid darvozasi tomon esa 11 marotaba zarba berdi. Mana shu 11 ta zarbadan 5 tasi esa aniq darvozaga bordi. Va eng e'tiborlisi, e'tibor bering, Real Sociedad klubining mana shu 4 ta aniq zarbasidan, kechirsizlar, 5 ta aniq zarbasidan 4 tasi golga aylanmoqda. Bu degani esa ularning bor yo'g'i bittagina zarbalari ko'kka sovrilgan xolos. Bundan kelib chiqib esa aytishimiz mumkinki, ushbu bahsda Real Sociedad klubi qirollik klubi uchun chaqilmagan temir yong'oq vazifasini bajarib berdi deganidir. Va agar maydonda bitta Vinicius emas, Vinicius kabi yana 2 ta futbolchi bo'lganida, bugun final yo'llanmasi bilan qirollik klubini emas, Real Sociedad klubini tabriklab turgan bo'lardik. Ha do'stlarim, Vinicius Junior deganlariga nima bo'ldi? Ochig'i hayronman. Na gol uradi, na golli uzatma beradi. Albatta ushbu bahsda golli uzatma berdi. Men umumiy qilib nazarda tutyapman. Umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, menga Vinicius Junior jamoaning o'yinini orqaga tortayotganday taassurot qoldirmoqda. Bilmadim, balkim Kylian Mbappening jamoadagi obro'si ko'tarilib ketganligidir va oldin to'pga Vinicius emas, Kylianning nomzodi asosiy nomzod deya e'tirof etilayotganidir. Va menimcha, agar yaxshi takliflar bo'lsa, ushbu yigitdan qutulgan ma'qul, ya'ni transfer masalasida demoqchiman. Chunki bitta qozonda 2 ta qo'chqorning boshi qaynay olmaydi. Mayli do'stlarim, bu masalalar to'g'risida hozir gaplashmaganimiz ma'qul. Men ushbu bahsdagi 1-chi, 2-chi va hattoki 3-chi gol haqida ham gaplashmoqchi emasman. 80-daqiqadan keyingi holat. E'tibor bering, Real Madrid mag'lub bo'layotgan joyida 2-1 hisobida, aniqrog'i 1-2 hisobida 3-chi golni o'tkazib yubormoqda 80-daqiqada. Va bir qarashda juda ham qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Keyin esa 82-daqiqa va tezkor javob goli. Oradan ro'pararosa 4 daqiqa vaqt o'tib esa, ya'ni 86-daqiqada yana gol. Va qirollik klubi ushbu gol bilan bahor fasli kelganligini eslatib qo'ydi. Lekin hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning 3-chisi, ya'ni 93-chisi o'tib borayotgan vaqtda qirollik klubi yana
gol o'tkazib yubormoqda. Shundan keyin ekstra bo'lim va ekstra bo'limlarda Rudiger ismlik noyob yugurish qobiliyatiga ega yigitcha bosh bilan gol urib Qirollik klubini Qirol Kubogi finaliga olib chiqmoqda. Wow, bitta bahsda 8 ta gol. Qanday qilib bo'lsa-da Real Madrid klubi finalga chiqdi. Bu yopilgan masala. Endi ikkinchi masala. Qirol Kubogi finalida El Clasico guvohiga aylanamizmi yoki Madrid derbisigami? Ha do'stlarim, bugun tunda Madridning Atletico klubi Kataloniyaning Barselona klubini qabul qiladi. Birinchi bahs do'stlarim 4-4 hisobi bilan yakunlangan edi. Ha, e'tibor bering, ularning birinchi bahsida ham naqd 8 ta gol kiritilgan edi. Javob bahsida nimalar bo'ladi? Endi buni bir necha soatlardan so'ng bilib olamiz. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Finalga kim yo'l oladi va Qirollik klubiga kim raqib bo'ladi? Barselona yoki Atletico Madrid? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va bundan tashqari do'stlarim, gap bilan bo'lib bir muhim ma'lumot esimdan chiqibdi. Gap shundaki, sizlar uchun ushbu videorolikning kommentariyasida e'tibor bering. 21 million so'mlik manzil qoldiraman. Gap shundaki, endi bosh homiyimiz yangi mijozlar uchun 5 million so'mdan emas, e'tibor bering, naqd 21 million so'mdan bonus pullari taqdim etmoqda. Buning uchun esa ro'yxatdan o'tish vaqtida ekraningizda ko'rib turgan Almada off promo kodini kiritishingiz kerak bo'ladi va bot robot emasligingizni tasdiqlash uchun hisobingizni istalgan summa evaziga to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 10 ming so'm, 20 ming so'm. Bot emas, haqiqiy insonligingizni tasdiqlaganingizdan so'ng esa sizning o'yin hisobingizga 21 million so'm bonus pul kelib tushadi. Ushbu bonus pulni xohlasangiz biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting, xohlasangiz uni kompaniyada ko'paytiring. Bu yog'i endi o'zingizga havola. Men esa do'stlarim mana shu yerda sizlar bilan xayrlashib qolaman va Xudo xohlasa bir necha soatlardan so'ng sizlar bilan yana g'oyibona diydor ko'rishamiz, ya'ni Barselona, kechirasizlar, Atletico Madrid Barselona bahsidan so'ng. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.